2026-yilda konteyner mahsulotidan tom yoptirish necha pulga tushyapti? Ko'rib turgan joylaringga sklat qilishgan ekan, uzuni 40 metr atrofida ekan, eni 25 metr ekan. Bez ustum qilib berishgan ekan. Ustalarimiz anchagina tajribali ustalar ekan, 25 metr, 30 metrgacha bo'lgan joyda bez ustum qilib berishaverar ekan. Hozir ko'rib turgan joylaringga necha puldan qilib berishgan va necha kvadrat bo'lgan, necha kunda ichida qilib berishgan to'liq ma'lumotni akamiz o'zidan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Aka, ko'rib turgan joyingiz necha kvadrat atrofida? Aka, 1000 kvadrat, 1,5 kvadrat atrofida bu joy. 1,5 kvadrat atrofida. Uzunasi shu 50 metr, 45 metr shunaqa. Eniga 25 metr, 23 metr. 25 metrgacha bez ustun yopilaveradi. 30 metr, 25 metrgacha. Xo'p, polni konteyner mahsulotidan foydalangan. Polni konteyner mahsulotidan foydalangan aka. Narxlarimiz ham endi shu narxlari bakka necha puldan qilib bergansizlar? betga 210 ming so'mdan chiqqan aka kvadrati 200 ming, 210 ming so'mdan chiqqan bularki. 150 ming so'mdan boshlanib 300 ming so'mgacha chiqaveradi aka. Xo'p, narxlarimiz 150 ming so'mdan boshlanib 300 ming so'mgacha chiqaveradi. Shunday aka. Juda ham zo'r. Keyin aka qarang, mana bularda ustumi yo'q ekan, bu nimani devorni ustiga o'rnatgan ekansizlar. Bundan tashqari aytaylik, stadion quraman, molxona quraman yoki qanaqadir sklat qilaman deyapti. Quruq yeri bor. Chunki ustunlarni ham qo'yib, hamma yo'g'ini qilib beraveramiz. Ustun sarob, hamma yo'qlari bilan chiqarib beramiz. Stadion bo'lsa, stadion, uydu tomi bo'lsa, uydu tomi. Uydu tomigacha qilib Uydu tomigacha qilaveramiz. Mansard tomlargacha qilinaveradi aka bu narsa. Uydu tomiga qiladigan bo'lsa, misol kimlardir tunukani issiq deydi-da. Bu konteyner mahsulotiga keyin bunaqa shipr yopib bersa ham bo'ladimi? Shipr yopsa ham bo'laveradi aka. Shipr yopib bersa ham bo'laveradi, xuddi shunga. Bo'laveradi. Agarda aytaylik, buni qilib berdilar, tunikasini yoki shiprni olib beradigan bo'lsa, o'sha xizmatiga qo'shiladimi yoki o'shaning ichida yopib berasizlarmi? Shiprni olib bersa aka, bonus qilib yopib beramiz. Bonus qilib yopib berasizlar. Bonus qilib yopib beramiz. Keyin mana ustunlari bo'ladi-ku aka, misol bakka devor o'zi urib berishgan ekan, ustunlarni qanaqa materialdan foydalanadi? Konteynerda chekasidan chiqqan 230 shviller bor. 230 shviller bor. Qalini. Qalinidan qilinadi. Bo'lmasa xuddi shu konteyner nimasidan 4 tali qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. 4 tali qilib. Keyin aka, bu konteyner mahsulotini men eshitishim bo'yicha to'g'rimi, noto'g'rimi, bu qator o'zidan so'rayman. Profildan ko'ra baquvvatroq deyshadi, chirish nimasi nisbatan ancha yaxshiroq deyshadi. Haligi konteyner mahsuloti, konteyner o'zi dengizlarda suvda yurganning hisobiga seriosi deydimi, nimasi boshqacharoq bo'ladi, profillarga qaraganda deyshadi. Shunaqa bo'ladimi aka? Endi aka, SSR paytda endi profillar baquvvat bo'lgan, hozirgilar endi bilsangiz qayta ishlangan bo'lyapti. Tunuka har xil mahsulotlar qo'shib olyapti, qayta ishlangan bo'l. Xollasa bir qator sinab ham ko'rishadi. Bitta profillab kelib yoki konteynerda olib kelib. Bu qayta ishlangan narsa emas. Konteynerlar qanaqa konteynerlardan foydalanyapsizlar aka? Yangimi yoki yangi aka? Yangi konteynerlar keladi, yuk keladi o'zimizni Asakaga. Yuk keladi, yukdan siraz chiqadi, siraz kesilib, so'yilib shu holatda profil qilib chiqaramiz aka. Zo'r. Haligi razmeri necha edi buni aka? Konteyner 230 260 bo'ladi aka. 260 bo'ladi. Juda ham zo'r aka. Keyin O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasizlarmi yo faqat Andijon? Yo'q, O'zbekiston bo'ylab aka, kerak bo'lsa O'rta Osiyo bo'ylab qilamiz aka bu narsani. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasizlar. Keyin nimalar uyda egalaridan nimalar talab qilinadi aka? Misol sizlarga misol aytaylik, zakaz beryapti, yo molxonami yoki qanaqadir xuddi shunga o'xshash sklat qilib ber deyapti. Misol keldilar, ustalar nima talab qilinadi? Uyda egasidan nima talab qilinadi aka? Aka, uyda egasidan asosan talab qilinadigan narsa oziq-ovqatini yotoq joyini qilib bersa bo'ldi, uzoqroq bo'lsa. Yo'q, masalan, vohalarda bo'ladigan bo'lsa, sexlaringizda, skalatingizni tayinlab kelinglar deydigan bo'lsa, bu yerdan tayinlab olib borib o'rnatamiz. Uyda egasidan hech bola kerak emas. Uyda egasidan oldindan shu puli 70% pulini beradi. Yuk borib ustalar tushadi, yuk materiallar boradi, 70% pulini beradi. Iyag'iga hech bola yallashmaydi. Bitgandan keyin qolgan pulini sanab beradi. Xudo xolasa yoqqandan keyin, tunukalari qotirilgandan keyin bu yog'iga sanab beradi aka. Ham zo'r aka. Taqini olib bersa bo'ldi ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab aytaylik, boshqa viloyatlarga o'tsa narxi o'zgarmaydimi? O'sha narxda ichida bo'ladimi? Voha dolarlardan. Yo'q, hech qayer qanaqa prosta Qirg'iziston yoki Qozog'istonga chiqadigan bo'lsak, u yoqda ham qilinyapti. Qirg'iziston yoki Qozog'istonga chiqadigan bo'lsak, u yoqda ichida narx o'zgaradi, O'zbekiston bo'ylab narx o'zgarmaydi. Shu 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha O'zbekistonda qilinadi. Endi aytaylik, eng kichkina kvadrat necha kvadratga borasizlar aka? Farqi yo'q aka u narsani. Kichkina yo'q, farqi yo'q. Masalan, bitta viloyatda agarda kichkinaroq kvadrat bo'ladigan bo'lsa, aytaylik bir 100 kvadrat, 200 kvadrat atrofida bo'ladigan bo'lsa, bitta ikkita qilib ko'proq qilib borasizlarmi yo bitta borib qilib beraverasizlarmi o'shini o'zi uchun?
Shuni ham bir qator baribir bilib Ha, olgan yaxshi aka. yo'q, qilib beraveramiz aka. Bitta borib ham qilib beraveramiz. O'zini Ha, o'zimiz borib, o'zimiz o'rnatib kelib beramiz. Kichkina narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz. Aytib o'tganlarini qaranglar. Uylaring kichkina bo'ladigan bo'lsa, kvadratlaring kichkina bo'ladigan bo'lsa, xijolat bo'lmasdan bemalol telefon qilaverasizlar. O'sha bitta sizlar uchun ham borib o'sha mahsulotni o'rnatib berib kelishaveradi. Xudo xohlasa to'liq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Konteyner mahsulotimiz juda ko'pchilik biladi. Anchagina profildan ko'ra anchagina chidamli bo'ladi. Chunki bu konteyner dengizlarda yurganning hisobiga anchagina baquvvat bo'ladi nimalari. Xudo xohlasa videoda ekraniga nomer qoldiryapman. Aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa akalarimiz to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatisharkan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obod-uzdan uzoqlashmanglar.